Assalamu alaikum, hörmətli görürmənlər, əziz şərq turistlarla qarindaşlar. Həmmanlar bugün doktor Məmtimin Əla müəllimlərin ikizməkçi olğan akademiya söhbətimizə xoş gəldinizlər. Bugün tariximizdə yıxtılğan dövlət, yəni yoxdulğan dövlət və övlətlərə əsarət degan temada doktor Məmtimin Əla əpəndimlə söhbət edib barımız. Doktor Məmtimin Əla əpəndim hemimiz tanıştık boğan felsefe tədqiqatçısı. Bugün bizki Cumhuriyetimizdeki bular tariximizdə qurğan iki Cumhuriyetimizdeki yıkılış sebepleri bu cereyanda milletimizdeki psixik arx görünüşü hakkında bizge özün tədqiqat nəticələrini yazılan kitaplardaki asaslı ideya məzmunlarını bizge sunup verdi. Hoş geldiniz Məmti müəllim. Hoş bulduk. Rahmet. Aldı bilen ekran aldıdaki ve ekrana keyin keldiğen qarindaşlarımızdaki aldığımızda kelip atkan Şarkı Türkistan Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayman. Hemimizin bayramıga kutlu olsun. İkincisi bugün bana muşundaq bir fürsətni yaratıb bergen elimiz Abdülhamid'e köp rahmet. Ben uzun boğan bu ekran aldığımı kemmigen türlük sebepler bilen. Bugün kiçikini bir soğan ba. Bu soğan benim kitaplarımda deyilgen geplerge sal oxşumaydı. Bu benim yakınki küzdüşlerim. Ben bugün kıskılı kılıp intayin addi sözlerini işletiş arkalı İki Cumhuriyetimizdeki yemirilişinki Uygurlarınki kollektif psikisiga ötkenki 80 yıl bulup mu ötkenki 70 yıl içinde qandaq təsirlərinin körsətkenlikini qısqıçılla analiz qılıp onunki umurtqısını körsətməkçi keyin ki bizim söhbətlərimizdə bu umurtqığa hemimiz özümüz bilgen şekilde bir can kirgizip onu özümüzün düşüncesiga aylandırırsak degan ümitdiman. Ben tarix doğru sözleşmeymen, iki Cumhuriyetimizdeki qandaq kurulğanlığı ve qandaq yemirilgenlik doğru sözleşmeymen. Çünkü bu cihetdeki tədqiqatlar ve bu cihetdeki mülahizler ve ösek sözler ve bu cihetdeki türlük qaraşlar menimce intayin kengri, menimce bir yerge bağlı dep qarayman. Bugünkü menin söhbətimdə iki Cumhuriyetninki məğlub buluşunun, yoki yo'qotilishninki Uyg'urlarning kollektiv psixikasiga ko'rsatgan ta'sirlarini kısaca analiz qilish. Çok rahmet sizge. Qarindaşlar bugün asli Doktor Maqbirat Kamal Hanım bu programga vesile qiladi. Ama afsus salomatligi biraz bugün mijozi bo'lmagan bo'g'achqa, salomatligi yaxshi bo'lmagan bo'g'achqa programma chiqarmadi. Shunga ko'pchilikka bu programni kechiktirmaslik uchun men research qilishga majbur bo'ldim. Endi bu programda inshaalloh yaxshi qalblik bir program deb o'ylayman. Mümkün bo'ldim siz söz sizde. Siz başlang. Bo'ladi, rahmat. Men oldi bilan bugungi so'zlamoqchi bo'lgan temamninki qisqacha mazmunini diqqatingizga sunay, anadekin savollarni alay. Bo'ldi. Oldi bilan so'z kirishdan ilgari mundaq bir misoldan başlay. Bu ish Atishninki Sho'ruq degan kentda yuz bergan. 2019 yılları da ma'lum bir aileninki a'zolarga saqchilar lagerdagi bir tuqqunninki o'lganlik xabarini berdi ham uning jasadini ularga topshirdi. Jasadni topshirgan vaqtida nurg'unlagan saqchilar u uyga keldi. Ama öy egisi ve onun urug' tuqqanlarga bu vaqtda hech qanday shavqin suron ko'tarmaslik, namozini tushirmaslik, ama namozini tushirishning o'rniga shu kuni shu g'o'ylida ularninki usul o'ynash kerakligini talab qildi. Bu aile intayin hayron qoladi, intayin azoblanadi. Ama buyruq shu. Bunu icra qilish kerak. O'lgichininki haq hurmat uchun Allohga shu kuni
Allah'ın dergahı ketken şu qerindiş üçün hazır etişki tayarlanğan bu cemaat intan qattiq qiyin qistaqlar ve miltiqninki stvolning ostida usul o'ynashga majbur bo'ladi. Bunu bana deb bergen qerindishimizning shu vaqtdagi bana 100 tura deb bergen vaqtidagi intayin açıklangan, g'azablangan, azoblangan, hatto gunoh tuyg'usi his qilgan mana shu murakkab his tuyg'ularni men shu joqda his qildim. Hamda bu yerdagi muhim nuqta nima degan vaqtida muhim nuqta bir necha nuqta bor. Birinchisi şu cemaatdagi bir Uyg'urninki nahaq Xitoyninki qat'iyamida qatl qilinishi. İkincisi insoniylikqa yot holda o'lgichiga o'tkazilish kerak bo'lgan o'zimizning diniy jihatdagi, axloq jihatdagi va urf-odat jihatdagi yo'sinimiz bo'yicha o'tkazilmoqchi bo'lgan dafn murosimiga yo'l qo'yilmaslikdir. Hamda keyin qanday bo'ladi degan vaqtda bu yerda shuning qatnashayotgan insonlar dafn murosimida odatda Uyg'urlar yig'izori qilishimiz. Tuproq beshiga chiqimiz, o'lgichini İslam dinimizdeki tertipler boyunca dafn qilamiz, Allah'a dua tilovat qilamiz, anikin 3 nazirsi, 7 nazirsi, 40 nazirsi, yil nazirsi degandek bir qatta davomlashadigan dafn faoliyatlari bilan shug'ullanamiz. Urug' tuqqanlarni chaqiramiz, yezdikilar, kentdikilar, yezdikilar, urug' tuqqan tonish bilishlar hammalarni kelib, bizningki ashu hozirdarlik o'tkilidan o'tib olishimiz uchun yardım berdi, ölgüçüge özününki hürmetini bildirdi. Biz şu arkalık özümüz yoqatkan adımımız kaldırgan aşı korkunçluk boşlukni aman isen ve naiti mükemmel ve bir xil muvaffaqiyetlik alda tamamlayalayız. Ama bu cemaatin köygünü bütünley aksiçe yığının ornuğa külüşki mecburlangan. Hazır tutup tuproq beşiq berishning o'rniga usul o'ynash majburlangan. Hamma narsa o'zgarib ketgan. Xo'sh. Agar hazır tutulmay, hazır amaliyotda hazır tutishga bo'lgan yoki hozirdarlikqa bo'lgan aşı his tuyg'ular butunlay burmalansa, ham besibilinsa, ham uning ifodalashiga yo'l qo'yilmasa, mana bu yerda intayin qo'rqinchli bir masala kelib chiqadi. Ya'ni hozir tutilish kerak, yig'ilinish kerak, Alloh to'g'ri ko'tarilish kerak. Asli qoida bo'yicha. Bu necha ming yillik Uyg'urlarning emas, balki har qanday bir millatningki o'lgichiga bo'lgan, ham o'limga bo'lgan, ham hozirdarlik bo'lgan urf-odatlar asosan o'xshash, shunday bo'ladi. Ammo Xitoyninki inson qalbidan chiqqan besimi ostida Uyg'urlarning hozirdarlik tartiblari burmatildi. Texadami muhimi Uyg'urlarningki hozirdarlik, ya'ni qayg'urishiga yo'l qo'yilmadi. Qayg'usi kechiktirildi, ichkilashtirildi, ichiga dumlandi. O dumlangan vaqtda qayg'u bija ketmaydi. Ichiga dumlangan vaqtda bizni texadami vayron qiladi. Chunki u ifodalanish kerakdi. Mening bu hikoyani so'zlashga maqsadim sizlarga mush hikoyada aks etayotgan, mush hikoyada ma'lum jihatda o'rtoqlik bo'lgan ikki jumuriyatningki yo'qotilishi haqidagi ashu tarixga sizlarni boshlab berish. 49-yili biz nimani yo'qotdik? Birinchisi Sharq Turkiston Jumhuriyatini yo'qotdik. Ikkinchisi Sharq Turkiston degan nomni yo'qotdik. Uchinchisi shu degan vaqtda bizningki shu vaqtdagi liderlarimizdan, ya'ni Ahmadjon Qosimiy qatorliqlar sirliq Aypron voqeasida Sovet ittifoqi bilan Xitoyningki birlashma, bularning Sovet ittifoqi yetakchiligidagi suiqasdlik Aypron voqeasida qatl etildi. Uch narsani yo'qotdik. Davlatni yo'qotdik, davlatimizning ismini yo'qotdik, liderlarimizni yo'qotdik yoki rahbarlarimizni yo'qotdik. Hamda biz 49-yili Urumchiga Pangdoxoyninki armiyasi besib kirgan vaqtda Urumchida nima ishlar bo'ldi? Buni rasmlarim bor hozirgacha. Uyg'urlar va Uyg'ur qatorliq boshqa millatlar
ko'chalarga chiqib Xitoyning armiyasini qarshi olishga ya majburlandi, ya o'zligidan chiqib Xitoy armiyasini qarshi oldi. Shuning bilan bizning bir o'limalarımızdan birisi Qasim Qaraji degan odam shunday debdi ekan. Men kichkina anglagan buni cho'nglardan. Dünyada o'zining zaminini besib olgan armiyaning oldiga chiqib usul o'ynagan bundaq dalta millatdan Uyg'urning boshqa bir dalta millat yo'q degan. Endi bu yerda analizdan tukki nuqsa kelaylik. Asli bir davlat yiqtilib, yat bir millatning qo'shinlari besib kirayotgan vaqtida normal hissiyat qandaq bo'lib degan vaqtda yig'zari bo'lish kerak. Yig'lash kerak. Bu bizning matem kunimiz bo'lish kerak. Kulish emas, usul o'ynash emas. Ama bütün narsa aslını üstün qilindi. Şu vaqtda hali nurg'un Uyg'urlar o'zlarining nimani yo'qotganligini hem bunun vazninki qandaligini, qanchalik tragediyalik oqibatlarning o'zini kutib turayotganligini xira-xira his qildi. Aslandagilar to'liq his qildi. Yana uning ko'praklar xira-xira his qildi. Yana uningdan jiqroqlar asosan his qilmadi. Endi shu yo'qotishga kelgan vaqtda insonning tabiatida inson nimani yo'qotsa shuningga qayg'urdi. Bir mushkimizni, hatto bir biz baqqan bir ishni yo'qotsaqmi, uningga biz qayg'uramiz. Ba'zilarimizning qayg'usi uzun muddatga yutmasligi mumkin. Agar biz u mushkimizga haddidan ziyoda ichakishib ketgan bo'lsak, bizning u mushkimizni yo'qotib qo'ygan ash hissiyatimiz uzun mezgil davomlashadi. Ama biz bir devlet yo'qotayotgan bir millat bu yo'qotishning vaznini taki Xitoyning qatliyami bo'lmaguncha his qilinmagan gapmiz. Shuning uchun hozir qanday bo'lib o'tadi? Bu qatliyam bizga bir qo'zg'atqichi yoki turkcha desak bir tepki bo'ldi. Tepki bo'lib 80 yil va 70 yil ilgari biz yo'qotgan narsalarning nimadan derak berganligini intayin ochiq asliga qaytug'isiz kan yaşlık ölüm bilen gözümüzge tıktı. Kallımızga sancıdı. Şu vakitte biz işçimizde birinci cumhuriyet ve ikinci cumhuriyette yoktuşta meyli biz eskilayla kımmayla nemilen yokatkallıkımızı şunun pütkül açık kaygırışlarını emde eskilayıp devlet yokatsa özümüzü yoqaydı ekanmiz. Acab bilmabdi degan yerga endi keldik. Kechikdik. Demak bu ikkinchi jumhuriyat yo'qolgandan keyin 70 yilni nima ish qildik? 70 yilning yozi qayg'umizni bilganlarimiz ichimizga tindirdik. Tindirib yashadik. Bilmaganlarimiz-chi xo'shal xo'ram yashadik. Ya'ni Xitoyning mustamlikasini ozodlik chiqish deb tushunib yashadik. Buni men kitoblarimda dedim. Demak Avu, atıştı boğan, atıştı emas bundaq vaqa Sharq Turkiston ham yerda bo'lib o'tadi hozir. O'limga yig'lashning o'rniga usul o'yinchish majburlangan aşı jamoatga o'xshash Pitkil Uyg'ur kollektivi 70 yil ichida Sharq Turkiston degan nomni zinhar og'ziga olmaydigan qilib etildi. Olmaydigan emas, hatto kallasida o'ylashdan qo'rqadigan qilib etildi. Yo'qotilgan davlatningki azoblarini unutib del aksicha intayin xo'shal xo'ramliqlar o'zini intayin xo'shal tutishga tirishib xuddi hech tushunmagandek davlati hech yo'qolmagandek o'zlari azaldan va taabad mana shunday xo'shal xo'ram yashaydigandek shunday g'alita burmulangan qo'rqinchli shaklda bu o'zininki azoblarini ta'tirsiz burab yashadi. Bu qanday yashash? Bu o'zini aldab yashash va o'zining halokatini yoki halokatga tomon minib yashash bo'ldi. Taki bu qat'iyam yuz berdi. Demak, yo'qotilgan bir davlatningki umumiy kollektiv qayg'usi bizda kulki bilan, baxtiyorlik bilan, yeb ichish bilan, o'zimizning mol dunyosini avutish bilan kollektiv o'zini aldash shaklida adirqish davomlashib keldi. Mening degan demoqchi o'g'allarim mana shu. Demak, bir kollektiv qayg'urish
normal şekilde yığızara, eğer biz kuralımızı tatqızıp qoyup, armiyamizni teslim qilishga yig'ilmagan bo'lsak, mana endi Xitoyninki armiyasiga qurolninki stolining oldiga duch keldik. Shuni yig'ilmaganligimiz uchun biz nima yo'qotganligimizni bilmadik. Ham albatta yig'layanmadik. Ko'p qismimiz yig'layanmadik. Ham nimaga yig'lashni bilmadik. Endi-chu, mana endi yig'layapmiz hammamiz. Bulunlarda, ko'ch-ko'chalarda o'zimizningki hamma hozirgi ilib berayotgan hamma faoliyatlarimizda unsiz, umidsiz mana hozir ikkinchi jumhuriyatdan keyingi mana 70 necha yil işte endi yig'layapmiz. Nima degan vaqtida qayg'imizni endi mush kechikkan, ya'ni Xitoyninki zo'ravonligida o'zini ifodalanmagan, burmulangan, aldash xarakterida kirib yashayotgan mana mush qayg'imizni endi ifodalayapmiz. Mening hozircha deydigan so'zimning asosiy qismi mana shu tugida. Qani savolingiz kelaman. Rahmat. Mumkin muallim, biz hamda 1883-yili Xitoy Chin suralsini besib olgandan keyin 50 yildan keyin 1933-yili Qashqarda bizningki 4-jumhuriyatimiz qurildi. 10 yil o'tib G'oljada 2-jumhuriyatimiz qurildi. Shu 2-jumhuriyat jarayonida Uyg'urlarningki psixik qanday o'zgarish bo'ldi? Chunki 1983-yildan keyin ikki avlod yangilandi deyli. Shu 2-jumhuriyat jarayonida Uyg'urlarning psixikasi sizce qaysi xil vaziyatda edi? Hamda 3 hokimiyatni, 3 mustaqil hokimiyatni qisqacha deyli. Birinchisi Qashqariya, ya'ni Yoqubbek Sabit Damo'dan davlat otisi bo'lgan Sabit Damo'dan qurgan 1-jumhuriyat va Ilhom To'ra va boshqalardan qurilgan 2-jumhuriyat. 3 jumhuriyatninki asosan nimasida 70-80 yil farq qiladi. Ammo tüpki omillar o'xshash. Birinchisi birlashmaslik yoki birlashanmaslik. Shaxsiy o'chmanlikni davlatning manfaatidan ustun kurash. Ilham davomlashadi bu. Qon-qonimizga singib ketgan bu. O'tganda bir qatam bir nima degan men Twitterda. Ikkinchisi bo'lsa davlatchilik hammadan ustun turdi degan bir ideya umumiylik shakllangan. Uchinchisi oldingi bir jumhuriyatninki alaqat o'tkazgan xatoliklari keyingi jumhuriyatda muvaffaqiyati va xatoliklari keyingi jumhuriyatninki vaqtida nati yaxshi yakunlanmagan. Hatto bu vaqtda tarixmi qoldirilmagan. Agar mush 3 jumhuriyatni Uyg'urdan boshqa bir millat qurgan bo'lsa, Yoqubbek oldi bilan bir davlatninki bir qurg'uvchisi, ul sag'itchi bo'ladi. Anadan keyin bu Sabit Damo'dan Uyg'ur modern davlatining otisi bo'ladi. Anadan keyin boshqalar keladi. Mushkil shaklda mangdimi? Birinchi jumhuriyat vaqtimiz qurilgan vaqtda Qashqariya davlatining nimasi tilga ilindimi? İlingan ehtimal ama tarixni men ko'rmadim. Ikkinchi jumhuriyat qurilgan vaqtida Qashqariya davlati, birinchi jumhuriyat tilga ilindimi? Ularning xatoliklari yakunlandimi? Yo'q. Üçü xuddi to'g'ri, bu yerda bir izchillik bor, buni inkor qilmayman. Ammo uch xuddi bir-biridan munosabatsiz 3 jumhuriyatdeklar o'tirg'i chiqqan. Bu nimani tushundirdi? Tarixiy izchillik yo'q bizda. Bu tarixiy izchillikni nima barpo qiladi? Bir davlatchilik ideyasi barpo qiladi. Chunki uchli jumhuriyatning maqsadi o'xshash. Davlat qurish. Melisa u davlatni Qashqariyada, Melisa u davlatni Sharq Turkistonda, ya hattoki uni Uyg'uristonda. U muhim emas. Ammo biz Uyg'urlarning bir davlat bo'lish kerak. Rahmat. Bu aşı bir xil tarixiy izchillikda ne bizning liderlarimizda, ne ularga ergashkilarda, ne avam xalqda mushundaq bir zurriyat tigi-tigidan his qilindi. Eng yaxshisi ikkinchi jumhuriyat. Shu narsa bizga ilham, umid bag'ishlaydiki, ikkinchi jumhuriyat vaqtida xalqimizning kerçi madaniyat sapasi hozirgidan tuvan bo'lsa-mu, bir yilga yetmagan qisqa vaqt ichida muntazam bir armiya qurilib, Xitoyning ayni vaqtdagi Gomindanchininki ayni vaqtdagi Sharq Turkistondagi zo'ravonlikqa qaqshatqich zarba berilgan. Uyg'urlar bu ruh bor. Xitoyni qo'rqitayotgan ruh mana shu. Agar biz mavjudli bo'lsak, bu ruh bo'ladi. Ammo bu ruh 49-yildan keyin degan vaqtda asosan suslashtirildi. Yani eng oxirisi biz
Agar biz qat'iyan bo'lishdan ilgari degan vaqtda diniy haq, huquqlarimizni talab qiladigan o'ringa tushganmiz. Ana hozir yana qaytadan o'ylanyapmiz. Javobim tugadi. Shunaqa. Mamti muallim, davlatchilik ideyasi va uningki prinsiplari haqida bir qisqacha to'xtalib bergan bo'lsangiz ekan. Bu Uyg'urlarningki kalasida aniq bo'lmagan, noaniq bo'lgan bir hukm. Bu vaqtda Uyg'urlar yaxshi izlanmadi. Bu vaqtda siz bir göz qarashingizni, izlanishlaringizni o'tirib qo'ygan bo'lsangiz. Endi men birisi davlatchilik ideyasi bugungi temamizdan sirtidirek, shuni men bekcha to'xtalmayman, chunki mening bugungi psixologik ta'sirlarninki analiz qilishda, ammo davlatchilik ideyasi bilan bir cho'ng bir gap bu. Davlatchilik ideyasi amaliyotda ham modern hukm emas. Modern hukm deyishimizning sababi nima degan vaqtida 17-18 asrlardan keyin bir ulusninki yoki bir xalqninki yoki siyosiy bir gavdasidik bir xalqninki o'ziga xos bo'lgan bir davlati bo'lish kerak edi. Bu undan burungi imperiyachilikdan keyin milliy davlatninki bosh ko'tarishi. Masalan, undan burunroq boshlanqini Angliyaninki katolik davlatidan ayrilib chiqishi, protestant davlatininki qurilishi, katolik davlatlarining bo'lishi, asosda bu katolik davlatlarining yemirilib, hammasiniki o'ziga xos bo'lgan, masalan, Germaniya, Fransiya, Angliya qatorliq milliy davlatlarninki borliqqa kelishi. Ya'ni milliy davlatchilik bundaq kelib aytgan vaqtida noati modern bir atalg'u. Milliy davlatchilikninki asos maqsadi xuddi bu shu xalqninki tabiiy haq-huquqlari sifatida qaralib, buningda har bir millatninki o'zini boshqaradigan va o'zining kelgusini yaratadigan bir bo'shliq bo'lish kerak. Bu bo'shliqning o'zida shu millat o'zining siyosiy haq-huquqlarini yurgizadi deyildi. Shuning bilan davlatning chegarasi, davlatning kimligi, davlatninki boshqa apparatlari va boshqalar xalqaro qonunlar bo'yicha tonildi va shu bo'yicha davlatlar borliqqa keldi. Endi Uyg'urlarga kelsak, Uyg'urlarninki davlatchiligi albatta Uyg'urlarninki xuddi dunyodagi o'xshash imperiyachilik bilan, ya'ni Uyg'ur xalqlari bilan ilgari Uyg'ur xalqlari bilan, ammo Qashqariya kelgan vaqtida bu bizningki modern davlatchilikka yuzlangan tunji bir bizning bu muhim bir davlatimiz edi. Ammo bizning shu milliy davlatimizning ichidagi turli to'qinishlar, ya'ni Qashqa bilan Xotan o'rtasidagi to'qinishlar, ham Kucha o'rtasidagi va boshqa o'rtasidagi yerlik rayonni zihniyatni asos qilgan. Bu zihniyat hali ham bor bizda. Zihniyatni asos qilgan mushkul to'qinishlarninki hammasi Qashqariyaninki eng oxirisida Chin Sualisi tarafidan mag'lub bo'lishdagi muhim bir omillarning birisi bo'lib qoldi. Ya'ni boshqa nurg'un omillar bor. Buni men bu vaqtda to'xtalmayman. Hamda Uyg'ur degan bu milliy nomninki asosda siyosiy nomga o'zgarish jarayonida bo'lib 20 asrlardan keyin Uyg'urlar o'zininki siyosiy mavjudlik uchun bir milliy davlatdan iborat yoki bir davlatdan iborat shunday bir siyosiy ramkaning bo'lishining zo'rligini his qildi. Bo'libmi Sovet ittifoqi vaqtidagi o'zininki boshqa qarindoshlarininki bir davlat, masalan shu vaqtda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq respublika shaklidagi davlatlarning bo'lishi Uyg'urlarga yangi bir umid baxsh etdi. Shuning bilan Uyg'urlar asosda Sharq Turkiston degan bu davlatninki bir ramkasining ichida Sharq Turkistonda qadimdan tortib yashab kelayotgan turk millatlarininki siyosiy birlashma sifatidagi bir davlatni qurib chiqishga iroda qildi. Ham buni muvaffaqiyatli yo'sinda nurg'unlagan boshqa davlatlarning, masalan Turkiyaninki, Angliyaning va boshqalarninki asirdan, Shvetsiya va asirdan yordam berish bilan 1933-yilda qurib chiqdi. 44 hikoyamiz hammamiz bilamiz, buni men demasam bo'ladi. Demak, yig'ib aytgan vaqtida davlatchilik bir millatninki kollektivininki siyosiy irodasini, mavjudlik irodasini kafolatga ega qiladigan ma'lum territoriya ichiga elingan bir gavdasini ko'rsatadi. Agar bundoq bir gavda bo'lmasa, shu millat boshqa bir millatninki biqindisiga aylanadi yoki mustamlikasiga aylanadi. Biz mana shu millat davlatni qurolmagan kimmiz, biz oxirisi Xitoyninki mustamlikasiga tushdik. Yani 70 yıllık mustamlika jarayonida eng oxirsida biz bir millat sifatida yo'qolib ketishdan iborat mana shu qo'rqinchli bir ahvolga hozir duch kelyapmiz. Buning hammasining tegi nima degan vaqtda davlatning yo'qligi yoki davlatni tutib turolmaganligimiz. Mana hamda hozir
biz Uyg'urlarning turli shakllardagi suhbatlariga, ularningki aqliy talqinlariga, yozayotgan asarlariga qarasak, ko'pincha shunda bir sada, ya'ni o'yg'oq ziyolilar shunda bir sada chiqyotadiki, davlatimizning yo'qolganligi bizning qat'iyamizning asosiy ekan deyilyapti hozir. To'g'ri. Kechikdik. Ümit üzülmeydi ama cık kechikdik. Devletinin nimadan derak berdiganligini türmelerde, lagerlarda ve çetellarda, yüzüne taraf-taraflarda ko'rayotgan Uyg'urlarning hammasiga kechib qutulg'usiz bir savol qo'ydi. Devletimizning bo'lmasligi bizning butkul vayronchiligimizning asosi. Buni qon yosh bilan, qat'iyam bilan his qilyapmiz hozir. To'g'ri. Endi mümkün bo'ladi biz Uyg'urlar tarixdan buyon nurg'un davlatlarni qurgan, imperatorlarni qurib, boshqa millatlarni bo'ysundirgan bir millat. Oxirgi shu bir asr ichida ikki jumhuriyatni qurib, bu Türk millatlarning ichida az bo'lmagan bir ulguni yaratgan bir millat. Mushundaq shon shuhratga ega, tarixga ega bir millat turib, bu oxirgi 70-80 yil ichida qandaqsiga bu qadar bexud, bu qadar hech narsani o'ylamaydigan bir millatga aylanib qoldik. Buningki psixikalik ko'rinishini haqida qisqacha to'xtalgan bo'lsangiz. Bu bek cho'ng savol. Bunga bir saatlik programımızda cevap veriş yaman qiyin bo'ladi, ammo mening tushunganimda birisi Uyg'urlar siyosiy jihatdan bir gavdalashgan bir millatligini xili burunli yo'qotib qo'ygan. Ya'ni siyosiy bir millat bo'lmagan. Men buni yaqinda ingliz tilida yozib, Liberties degan bir jurnalda e'lon qilingan bir maqolamda buni o'ttirib qo'ydim. Xitoy bir siyosiy millat. Ya'ni siyosiy millat uchun nima bo'lish kerakdi? Siyosiy millat uchun nurg'unlagan narsa kerak, ammo eng asosiy bir siyosat falsafasidagi eng asosiy bir nuqta do'stdan dushmanni ayriy olish. Uyg'urlar xili yaqingacha o'zininki haqiqiy dushmani bilan uchrashmay, o'z-o'ziga dushman bo'lib o'tgan millat. Shuning uchun siyosiy qarshi oldingi 2-3 asr ichida asosan yigilib qolgan. Ya'ni biz masalan Çin sulolasininki askarlari u bo'lib kelgan bo'lsa-mu, Uyg'urlar o'zlarini besib olgan bir shaklda his qilmagan. Ularni kafir sifatida qaragan. Hatto ba'zi vaqtlarda ularga nisbatan jihad ochgan bo'lsa-mu, ammo buni orqasida bir davlat qurishdan iborat bir siyosiy bir g'oya bo'lmagan. Bu bir. Ikkinchisi shu degan vaqtda Uyg'urlarningki ideya jihat bekinmişlik sababdan dunyodagi nurg'unlagan modernlikdan aqart sharkatlardan asosan mustasno qolib qolgan. Ya'ni bu aqart sharkatlar nima degan vaqtda Uyg'urlarning realligini aql boshqarmagan, balki aşkın dini targ'ibotlar boshqargan. Ilham boshqaryapti bizning jamiyatimizni. Buni oddiy misolini deb bersam, Turkiyadagi "Abay siz manga" degan bugunini topsa ertasi yo'q qijilayotgan Uyg'urlarning Yevropaga ketish masalasida dal ana shu dini sahaga yoki dini to'nga o'rnib olganlar uningga qarshi fatvo berdi. Ularni biz Uyg'urlar Suriyaga menayotgan vaqtida biz ko'rmagan bularni. Bular tushunsiz o'tirib chiqdi. Nima uchun? Netijalik strategiya. Uyg'urlarni diniy jihatdan qul qilib o'ziga egildirib yashash. Mana bu shunday yashadik. Hamda uchinchisi Uyg'urlarningki siyosiy jihatdagi o'zininki tajribasidan internetni kamlik sababdan o'ziga kelgan nurg'unlagan fursatlar qo'ldan ketdi. Yoqubbek mazgilida ketdi, birinchi jumhuriyat vaqtida ketdi, ikkinchi jumhuriyat vaqtida ketdi. Amaliyotda birinchi jumhuriyat biz uchun eng muhim bir paytdi. Chunki bu vaqtda Xitoy o'zining ichki urushning halakchiligida bo'lgan, boshqa bir kuchlarmi, Rossiyami o qadar bir albatta Rossiya kuchli, ammo Rossiyami ikkinchi dunyo urushiga kirish oldida turayotgan, dunyoning vaziyati jiddiy davolayotgan bir mezgillarda. Ama Uyg'urlarningki siyosiy ayni vaqtdagi siyosiy fursati odam sonining intayin az bo'lishi, imkonlarninki ojiz bo'lishi sababli shu vaqtning o'zida qo'ldan ketdi. Chunki Uyg'urlardagi davlatchilik enginingki
hammadan üstün tur. Yani devlet hammadan üstün turdu degan bir ideya shakllanmaganligi uchun Uyg'urlar o'zining qo'lidan nimaning ketayotganligi haqida pisat maqamadi. Chunki bir narsaga azoblash uchun u narsaning qadrini bilish kerak. Uning qadrini bilish uchun uni tushunish kerak. Biz davlatni tushunmadik. Davlatchilikning nima ekanligini bilmadik. Shuning uchun bilamiz Sabit Damo'larning echinish taqdirini. Demak, bu narsa yili ham bizning hayotimizda davomlashyapti. Rahmat. Ammo siz mi bilasiz, hozirgidek fan-texnik taraqqi qilgan shu davrda Uyg'urlar bir erkak qirg'inchilikni boshdan o'tkazayotdi. Xitoy butun fan-texniklik qurollarini ishga solib, Uyg'urlarni hamma yerda, lagerda bo'lsin, turmada bo'lsin, yoki bo'lmasa Sharq Turkistonning har bir bo'lin qishloqlarida bo'lsin, kuzatish apparatini shakllantirdi. Bu xil ahvol ostida elib berilgan erkak qirg'inchilik albatta 2. Dünya urushidagi natsistlarningki Germanlarning Yahudilarga olib berilgan erkak qirg'inchilikka qaraganda nechasi ig'ir bo'lganligini biz his qilib turyapmiz, yashayapmiz. Endi bu xil sharoit ostida Uyg'urlar bulabmı shu muajiratdagi Uyg'urlar shu psixikamizni qanday qilib yengib, shu qayg'uni qanday qilib kuchga aylantira olamiz? Vatanlik Uyg'urlar qanday qilib shu Xitoyningki hozirgidek erkak qirg'inchilikdan qutulish uchun nimalarni qila oladi? Qanday qilsak shu hozirgi vaziyatimizni o'zgartira olamiz? Bu vaqtda siz qanday o'ylaysiz? Men bir nuqtani olay, chunki bu mening asosiy aslidagi temamga munosabat. Men chetlab ketib qoldim, ma temadan davlatchiga kirib ketib qoldim. Asli bu mening asosiy temam emasdi, xayriyat. Men kelayimda bir misol olayman. Yana Xitoylar xabarlarda deyildi bu. Xitoylar Uyg'urlarningki hissiyotini tonish sistemasini ishlatishga boshladi. Bu nima degan gap? Bu degan gap yuz tonish 100% umumlashib bo'ldi. Yani Xitoyningki hozirgi Sharq Turkistondagi mustamlikachilik sharoitida har qanday bir Uyg'urningki har qanday vaqtdagi holati bir koordinatsiya nuqtasining ustida. O'rni bilan, vaqti bilan. Hech qutulg'ili bo'lmaydi hozir. Men sirtkining gapini qilyapman. Lagerdagi, turmalardagi va qul korxonalardagi emgak o'rinlaridagi nimani demay turay. Hem de hissiyatni tonish nimaga hojat bo'lib qoldi? Yüzünde tonib bo'ldi hozir. Xitoy bizni xohlagan vaqtda, xohlagan yerda tuta oladi. Endi hissiyatning nimaga lozim bo'lib qoldi? Hissiyat shuning uchun lozimki, Xitoy endi hozir Uyg'urlarni 2-3 kategoriyaga bo'lib o'tadi hozir. Ya'ni g'azablangan Uyg'urlar bo'lsa tutiladi hozir. Ya'ni chiroyda, masalan biz g'azablangan vaqtimizda o'zimizningki hissiyotimiz teshimizga chiqadi yoki Uyg'ur desak teshimizga tepib chiqadi. G'azabimizni biz yo'shirolmaymiz. Ya'ni haqiqiy g'azablangan vaqtimizda. Endi Xitoy nimadan qo'rqaydi? Uyg'urlarning g'azabidan qo'rqaydi. Nima ish qo'rqaydi? Ehtimol bu Uyg'ur bir Xitoyni o'ldirib selish mumkin dedi. Albatta, hozir bir Uyg'ur Xitoyni o'ltagidek emas, Xitoyning ko'ziga qarg'idek ahvoli yo'q. Ana bizga berilgan shohidlarningki birsiniki nimasi deyildi-ku? Bir Uyg'ur ayol avtobusga chiqsa, boshqa Xitoylar bu Uyg'ur nima ish qildi avtobusda? Buni tek tutilib bo'lmadimi degan gap-ku shu. Avval Uyg'urning avvali bu. Shunda turibmi yana Xitoy Uyg'urning ichini ko'makchi, ichini va kallasini ich ko'makchi. Bir odamning kallasi ichilsa nima qiladi? Avrat ichilsin mayli. Agar bu qadar qo'rqinish avvalda. Ammo ma ichilsa bo'lmaydi. Kalla degan odamningki eng ichki avrati. Bu ichilsa odam jismga aylanadi. Moddaga aylanadi. Odamlik tugaydi. Bizning odamligimiz, bizningki hissiyotlarimizni yo'shira olganligimizdan bo'ladi. Xitoy hammamizni ichib etdi hozir. Bunda ahvolasi biz Uyg'urlardan nimani kutamiz vatanlik Uyg'urlardan? Ahvolimiz bu kadar qo'rqinchli. Bir misoldan deb beray. Hamda chet ellik Uyg'urlar. Chet eldagi Uyg'urlarningki hozir abay deganimdek uyg'ongan bir qismlarimizda hozir davlatchilik idisi kuchayyapti.
Hem de devletçilik ideyası küçüyotgan muşundaq bir vaqtning özüde biz hatta bu devletçilikni asli keltiremesakmi bizga bu yerda bir kollektiv bir g'urur tarixning har qanday vaqtida zarur bo'lib o'tadi. Ya'ni biz qat'iy egilmay o'zimizning shu yo'qotilgan davlatimizni asliga keltirish tomon menishimiz kerak. Bundan boshqasining hammasi o'zini aldash bo'ldi. Biz 70 yıldan yazı özümüzü 70 yıldan yazı özümüzü aldap geldik. İşçimizi jığlasak, teşimizi bayram oynadık. Ma bilgenlerimiz. Hem de biz özümüzge samimi buluşumuz gerek. Yo'qotganimizga igi chiqishimiz kerak. Men buni siyosiy nuqtadan demayapman. Siyosiy nuqtadan davlatchilik kammisangmi, ammo psixologiya nuqtasidan hamon kelishim kerak. Nimishqa? Chunki bizning psixologiya jihatdagi butun vayronchiligimizning asosiy siyosiy yo'qotish, ya'ni bir davlatning yo'qotilishi. Biz shu yo'qotgan narsani topmasak, kallamiz amin topmaydi. Bu siyasi zöruriyetten emas, belki bir psikolojik zöruriyet bu. Hem de bunun için psikolojiya jihatdan elib etgan vaqtida biz haqiqiy jihatdan yig'lay olishimiz kerak. O'zimizning yo'qotganligiga ichimizdan kullab yig'lagan yerimizdan o'rnimizdan tura olishimiz kerak. Kollektiv yig'lashimiz kerak. Biz endi yo'qotgan narsamizning qadriga endi yetdik-ku. Nima uchun yig'laymiz? Yig'lash nima uchun muhim? Qadimdan tortib, mayli qaysi kulturda bo'lsin, hozir ichish yo'qotilgan odamga yoki yo'qolgan odamga bo'lgan muhabbatni ifodalash emas, yo'qotquchilarningki o'rindan dast turib, yangi bir hayotni boshlashda intan muhim o'rin turdi. Shuni bilasizlar, bizningki yezillarimizda mayli Qashqarning bo'lsin, mening biladiganlarim, men jiq aylangan Qashqarning yezillerini hech qanday bir o'lim yig'isiz, hozirsiz, qo'shaqsiz bo'lmaydi. Qancha jiq yig'lasak, xuddi ichimizdagi yo'qotilayotgan azob hissi shuncha yumshayotgandek, o'zimizni kuch bo'layotgandek his qilamiz. Uning ustiga bu yig'a kollektiv yig'a. Bir jamoat, o'lim patisi kelgan jamoat bir-biriga isib yig'layotgan yig'a bu. Biz mana shunday muhtoj hozir. İçimizde bizni 70 yılını özümüzü aldatıp gelgen, yığılayanmay gelgen, keçiktirilgen, besivilingan, manımış yığın oturup çıkışımız gerek. Anadayken bu vatandan kadri giytimiz. Tekdimi muhimi, özümüzde küçük bulaşka bir yol açınız. Bu yığa 70 yıl işimizi tinip, içimizi yargılıp etti. Bu bir yara, bu bir asaret. Hem de bu evlatın evlatga ötüş nimesiga imkoniyat ega bo'lyapti. Masalan, Abdurahim O'tkirning Iz degan she'ri bir kollektiv yig'a. Ikkinchi jumuriyatga qatnashgan bir odamningki amalsizligi, qayg'usi, gunoh tuyg'usi ifodalangan. Yig'layanmasligi haqidagi yig'isi o. Nima uchun yaxshi ko'ramiz bu she'rni biz? Chunki bu she'rda hammamizning yig'isi ifodalangan. Yo'shirin ifodalangan. 49-yilda tak hozirgacha menimcha 3-4 yoki birinchi jumuriyatdan boshlab 4 avlod o'tdi. Bir avlod 25 yil desak. Shu iz degan she'r ifodalangan aldınqı bir avlod topolmagan bir iz keyingi avlodga qoladi. Keyingi avlod shu yig'ini davomlashtirib yig'laydi. Uningdan keyingi yig'laydi. Mening bolalarim hozir yig'layotadi. Nimishqa? Bizning yo'qtilgan davlatimiz uchun yig'layotadi. Meni ayblayotadi. Mening bolalarimning bolalari yana yig'laydi. Ham yig'lash kerak. Bu yig'a mana shunday avlodga miros qoladi. Toki xuddi iz she'ri deyilgandek shu manzilni biz topmoqchi. Shunaqa. Hamdimollam yana bir kalimizda hal olmagan bir masala bor. Biz Uyg'urlar bak mehmondo'st, emniyetli, mehribon bir millat. Bir-birimizni yaxshi tunsaq, do'st bo'lib, izdishib o'tamiz.
Ama şu köz qarash şu vatan milletninki davasida bir xil rehimsizlik mavjud. Biz mehr muhabbatni unutib, düşmanga qaratmay bütün tig'chini, bütün hujumni azroq bir masala qilsam o'zimizga rehimsiz bir şekilde hujum qiladigan bir xarakter mavjud. Hozir endi biz sizmi shu bu vatan milletning derdiga yetayotgan, shuning uchun tirishayotgan Uyg'urlar ko'p emas. Bütün shu muaciratda 1 milyon atrofidagi Uyg'urlarninki 1-2%ga yetdiki, o'ndan ko'p emas. Hozir biz bir izlanish bosqichida, o'rganish bosqichida inson tabii ki o'rganish bosqichida, izlanish bosqichida nurg'un narsalarni shogird o'xshash, bir ustaning yanida o'rgangan shogird o'xshash xato qiladi, ba'zi narsalarni nihoyatda ergashtirib qilmasligi mumkin. Ama asosligi eng muhim prinsipdan chetingan asosda xato qilgan, nima qilgan insonlarni biz xatosidan yondirib olish uchun ona kuyunib, onunki xatosini o'ziga tunutib, to'g'ri bir sapga boshlash emas, aksicha onun rehimsizlarcha hujum qiladigan bir psixiklik mavjud. Biz buni qanday yengalaymiz? Belki muhim bir savol so'raldi. Bu nimaninki Bosniyaninki rahbari Izzat Begovichninki bir mashhur bir so'zi bor ekan. Eng echinishlik bir urushdagi eng echinishlik ish yengilish emas, balki dushmanga o'xshab kelishdi deydigan bir gap bor ekan. Hamda biz 70 yilning mobaynida Xitoyninki kulturini, Xitoyning zihniyatini biz o'zimiz his qilolmagan darajada qabul qildik. Buningki eng asosiy omillarning birisi xuddi siz deyotgandek ishkilashtirilgan zo'ravonlik degan gap. Ya'ni bu nim degan gap degan bo'lsa, Xitoy bizni qandoq azsa, bizning odamlarimizning bir qismi bizni shundoq azdi. Ya'ni Xitoyning bizni past ko'rishi va bizga bo'lgan o'chmanlikini qabul qilib, uni o'zining atrofdagilariga qo'yib berdi. Masalan, men bu ishga yomon diqqat qilgan. Bizning vatandagi shu yezilardagi, hattoki men Taklimkanning bo'yidagi yezilarga borgan o'qish bitirish praktikalarimda. Shu yerga borsak, odatdagi bir kentning odamlaridagi zo'ravonlik va bag'ir qattiqlikqa men yaqani tutishga majbur bo'lgan. Demak, Xitoyning kichikroq bir amali tagdilla bu odamning butunlay o'zgarib ketadiganligini his qilganda men xarakterim. Bu nereden keladigan deb izlendim. Nurg'un yillar izlendim. Bu en ahirisi şu degan vaqtda bizninki o'zimizni Xitoy kabi o'ch ko'rishimizningki ishkilashtirilganligini his qildim. Ya'ni o'zimizning buni qabul qilganligimizni. Nurg'un ishlarimiz, ya'ni biz Xitoylashgan ekanmiz nurg'un jihatlarda. Men yasalmalik qilmayman. Mutlaq ko'p qismimiz Xitoylashgan ekanmiz. Faqat bir cho'shu go'sh yemabdi ekanmiz. Namoz o'qib qo'ysang hisob emas. Allahu Ekber'ni deb turib sirq chiqib turib töhmet qilsa, yolg'on so'zlaysa, ham Xitoyga Uyg'urlarni chaqsa yoki boshqa ish qilsa, yolg'on hammasi. Bu qanday bo'lib bu kunga qoldik biz. Dal biz Xitoylashtirildik. Bu degan gap biz bir ramkaning siyosiy ramkaning ichida hech joyga chiqarilmay, tugumas besimning ostida yashagandan keyin asta o'zimizningki g'ururi, o'zimizga bo'lgan mehr muhabbat emas, balki biz asta Xitoyga yaxshi ko'rinishga, Xitoyningki g'azab nafratining ostida az to'la bir deb ashada bir nenimizni tap yeyishninki qo'yig'i qolgan biz. Bizdagi qahramonlik Xitoyga qarshi turish hammasi intan osondek adam. Shuning uchun Xitoy qo'rqmay bir uchumlar deyilgan. Yili hamma Xitoy hozir shunday to'g'rildi. Chet ellik Uyg'urlarni qarshi turayotgani bir uchumlar hozirmi. Hamda bu mesela oddiy bir misol keltiray. Buni men ilgirimi keltirgan, men hozirmi keltirman, ammo bu nima uchun bunday bo'ldi? Azroq ilgirlab deyman men. Mesela Erkin Asiya Radyosu'nu deylen. Shunday bu. Erkin Asiya Radyosu
o'zi xohlamaydigan kishilarning hech narsasini bermaydi. Hozir shunday bo'lib keldi. Bu nimaga o'xshaydi desa, bu Xitoyning Xinhuaxuosiga o'xshaydi. Ya'ni Erkin Osiyoninki Xinhuaxuo bilan farqi yo'q. Bu zihniyat nereden kelgan? Nima uchun bu kadar o'xshashlik bo'ladi? Nima uchun? Albatta Xinhuaxuo hech zaman mening so'zimni bermaydi. O'xshash Erkin Osiyo radiosi mening so'zimni bermaydi. Bu o'xshash nereden keldi? Xitoyning o'yinimi? Men Xitoyning o'yinimi deyman-ku. Ammo buni ko'rib turgan necha minglagan Uyg'urlar nima ish bunun qarshi turmaydi? Nima uchun? Nima uchun bu yerda haq, adolat joriy bo'lmaydi deb o'rindan turmaydi? Nima ish shunday bo'lgan? Chunki biz o'rgatilgan. Qarshi turishni butunlaydan asosan voz kechgan. Haq oldimizda rasvo bo'layotsimi? Biz sukut qilishni o'rgangan. Bu mustamlikaning ta'siri, bu mustamlik psixikasi shunday bo'ladi. Hattoki meni shuning ichidagi men cho'ng biladigan bir ziyoli bir chaqda bir yurishlik bir ziyorat qilmoqchi bo'ldi. Men dedim, buni sen berolmaysan. U radioga desam, men bera olmayman dedi. Kim berolmadi? Demak, anda nahaqchilik bo'lsa-mu, avu istifa bermaydi. Ya üstüdeki bunu berme deyotganligiga ikki qiz gap qilolmaydi. Bu nimaga o'xshaydi? Dal vatandiga o'xshaydi. O'xshash. Hech farqi yo'q. Men buni kimning qilayotganligiga qiziqmayman. Kimning meninkini berayotgan bermadigi menga muhim emas hozir. Muhim bo'lmadi. Buningkin bo'lmaydi. Ammo meni qo'rqitdigani ma ikki o'xshash zihniyat. Bizni 70 yil qul qilib bosh qo'ygan siyosiy zihniyat bilan bizni chet eldan boshqarayotgan ma zihniyatninki o'xshashligi. Bu meni qo'rqitdi. Qo'rqmayman. Uyg'ur tillik, ammo zihniyati Xitoy bo'lgan odamni meni qo'rqitdi. Shuning bilan hammamiz chekilib yashaymiz bu yerda. Asli, endi gapingiz asvolingizga javob beraylik. Asli Uyg'urlar mana shu o'zininki 70 yilning yazib qanchalik buzilgan psixikamizniki, meni ham shuni ichida buzilgan psixikimizga nisbatan hattoki ehtimol ba'zi narsalar asli keltirgisi darajada buzilgan bo'lishi mumkin. Buni biz buni umumiylik baholab bo'lolmadik. Mening yoki uning buning degan gaplar bu qadar zo'r bir psixik vayronchilikninki bosh oqsiq chiqib bo'lmaydi. Faqat mening demoqchi bo'lganim endi hozir madaniyat inqilobi kabi tartib chiqarish, piypan qilish, urib yo'qotish va o'ltirishdak mushkilga ketyapmiz hozir. Nima uchun? Oldi bilan madaniyat inqilobining asorati bizning kallamizda hal bo'lmagan. U zo'ravonlikninki ne kallamizga kollektiv ekilib, nimalarni qiygan va qildirganligimiz to'g'risida cho'nqur o'ylanish bo'lmagan. Bu yana davomlashadi. Endi hozir mana shu bizningki ilgiriki biz cho'nqur o'ylamagan, biz uningdan haqiqatan tanqidiy bir shaklda o'zimizdan so'raqlamagan nurg'un ishlar mana bu nimaninki qat'iyamninki ma sababidan o'ttirg'i chiqib bizni intayin bearam qilyotdi. Ya'ni 300 yillik davlatsizchilikni har olmaslik mana o'zining kuchini hali ham ko'rsatadi. Mamtun muallim, menimki bilishimcha burun Erkin Osiyo radiosi sizningki xabarlaringizni e'lon qilib ekan. Mening shaxsan sizga taklifim endi arada qandaq bir ko'z qarash o'xshamasligi yoki boshqa narsa bo'lishiga qat'iy nazar Erkin Osiyo radiosindagi boshqa o'qishlar bilan bir ayrim bir ko'rishib mesela bir hal qilishingizni umid qilaman. Mening masalam emas bu. Men ilgirimi degan men buyum emas. Men bir odatdagi bir Uyg'ur ziyolisi Abdulufkan. Mening Erkin Osiyo chiqaramdi, chiqamamdi muhim emas. Mening da'vatqanim men Erkin Osiyoning boshqalarnikini chiqamayotganligini ko'raman. Ham Erkin Osiyo radiosi emas, balki boshqa matbuotlarninkimi guruhlashib olganligini bilaman. Bu paket meni tillanganlikdan bu paketni yoki meni inkor qilib bu paketni inkor qilolmaysizlar. Meni tillanglar, nima qilinglar mayli. Ammo bu paket mening ichinidig'inim nima uchun vatandagi o'xshash siyosiy zulm chet eldan o'xshash shaklda davomlashadi? Nima uchun bir-birimizga bizga xuddi Xitoy muomala qilgandek u qadar o'chmanlik bilan muomala qilamiz. Bizga hozir rahim shafqat kerak. Hech qaysimiz hozir ko'nglimiz
arama demez. Albatta bir gap ne dediniz? Eğer prensipli ketmegenli olsa, prensipli ketkenlerini dese o meyle. Çünkü prensipli demesek, hem prensipsizlikni derdini zor tartkan millettir. O başka gap. Ama kiçikgina bir ishni shaxsiyatidagi yoki bir ishni qilib turib, uni sazoyi qilish, o'zidagi ash asoratni, g'azab, nafratni ifodalanishninki vositasi qilib bilish, ma'vo intayin qo'rqinchli bir zo'ravonlik ma'vo. Nurg'un Uyg'urlar hozir mush zo'ravonlikdan ko'nglida o'zininki hozirgi qirilayotgan eg'irda dafsanda bo'lgan g'ururni Uyg'urlarga g'ururni ko'rsatish orqali ifodalab beryotdi. Bu qo'rqinchli. Hamma odam hozir obro'sizlashtirilish nimasiga mengyapti. Agar hammamiz obro'sizlashtirilsak, bu vaqt tuzadigan vaqtda bu millatning gapini hech kimning gapini anglamaydigan anarxiya shakllanadi. Ilham shakllanyapti. Shunday. Ilham shakl. Ilgirma bo'lgan. Hozir texidimmi ko'lamlashyapti. Texidimmi vahshiylashyapti. Texidimmi numussizlashyapti hozir. Bu bizni faqat vayron qilish qilib turdi. Hech qaysimizningki hozir boshqa bisiga agar prinsip ketmagan bo'lsak, axloqdan dars beradigan salohiyatimiz to'shmaydi. Men shuning ichida. Menga qo'lingni shiltib axloq to'g'risida dars so'zlamam. Hech kimning shart to'shmaydi. Chunki hammamizning yuragi yig'layotgan vaqtning o'zida yo'g'onchilik hech kimga nim qilmaydi hozir. Ya'ni oldingi sharti prinsipga ketmagan bo'lsa. To'g'ri. Undan keyin yana bir masala bor. Siz bayam deb o'tdingiz. Hozir Uyg'urlarning ichida meyli Turkiyada bo'lsin, meyli Yevropa, Amerika bosh davlatlarda bo'lsin, o'zininki bilmayotganligini bilmaydigan bir turkum insonlar o'tirib chiqyapti. Tabiiyki hammamiz tirishyapmiz. Hammamiz qanday qilsak bu asoratdan, bu qulluqdan, bu irqiy qirg'inchilikdan qutulamiz deb buning uchun izlanyapmiz. Ama bu izlanish jarayonida bir prinsip, bir bilimi bağlağa, çoğunluğa hürmet, ondan keyin yoshlarni yetishtiradigan bir an'anaviy bizningki madaniyatimizga, bizningki dunyo ko'z qarashimizga mos bo'lgan bir narsa parchalanib ketib bordi. Eng oddiysi bir kasbning ahli bo'lmagan birisi chiqib ash kasbga ma'lum bir kasbiy sohaga oid bir narsalarni deyalaydi. Ama aşı şahs o'zininki bu sohada o'qimaganligini, bu sohadagi bilimining chunqur emasligini o'zi biladi. Ama xuddi o'qigandagidek, xuddi aşı kasbning ahlidek so'zlaydigan ishlarni ko'payib ketib bordi. Hatto ba'zi tashkilot, ba'zi nimalar xuddi davlatninki egisidek siz bu davlat qurilmaydi degandek ko'z qarashlar mavjud. Yani bu da'voninki o kadar ko'p qirliq borki, bununki ideologik tarafi bor, tashkillash tarafi bor, qurolli kurash tarafi bor, nurg'un masalan xalqni tarbiyalaydigan qismi bor, nurg'un sohalar bor. Qilaylik ish tugmaydi. Shu qadar jiq ish bor biz qilish tegishli bo'lgan. Ama biz bir o'zimizning ko'z qarash bilan xuddi bütün kishilar, bütün tashkilotlar o'xshash ishni qilmasa bo'lmayotgandagidek, xuddi o'zimizningki o'ylagandagidek, o'yimiz bo'lmayotgandagidek, ashunaq bir ko'z qarashga ega bo'lib qoldik. Va bu xil sharoitlarda bir guruhlashish, masalan, qarshi tarafninki qilayotgan ajrini e'tirof qilmaslik. Gerçi qarshi tarafimiz bizning do'stimiz eng yaxshi qilayotgan bo'lsa-mu, uni e'tirof qilmay, yanimizdagi o'zimiz yaqin ko'radigan birisi kichigina ish qilib qo'ysa, uni anondan ustun ko'radigan. Andaq bir haqqoniyatsizlik mavjud. Yani bunu biz qaysi xil shaklda eng chiroyli bir-birimizni qirmay, tig' uchini Xitoyga qartib turib, bir-birimizni mehr-muhabbat yetkazgan asosda qanday qilib o'nglashay olamiz? Oldi bilan Aristotelning bir gapi bor, bu bir chaqchaq shaklida deb qo'yay buni. Demokratiyani toza yoqtirib ketmaydi-ku Aristotel. Ya'ni bu dört bir odamningki aqllarga atkaçlık qilishga fursat yaratib beradigan bir sistem degandek bir gapni deydi. To'liq emas, bir aniq bu emas, ammo meningki shu esimda qolgani shundoq. Bu ma'lum jihat ilib o'tgan vaqtda shu ijtimoiy media chiqqandan keyin albatta fikr almashtirish shaklimiz intayin kengaydi.
Endi o hadise bor, siz degan hadise bor. İlim ahli bo'lmaganlarninki ilim ahlini ko'zga ilmasligi va ularning fikrini hurmatmasligi. Bu ma'lum jihatga qaraganda buni Uyg'urlar emas, butun dunyoda bor bir hadise bu. Chunki bu nereden bo'lgan degan vaqtida bu bizda haqiqiy tanqidiy aqlchilik kulturining bo'lmaganligidir. Tanqidiy aqlchilik kulturi nima bo'ladi degan vaqtida, masalan biz ko'rdik hozirgacha Uyg'urlarda vatanda masalan Yalqur Ro'zi tanqidchilikda intayin o'ziga xos bir yangilik yaratib, Uyg'ur adabiyotidagi nurg'unlagan xato va nurg'unlagan bo'lmag'ur ideyalarni tanqid qilgan bir jur'at bilan. Hamda chet elga chiqqan vaqtimizda bunda bir tanqidchi intayin muhim tanqidchilarimiz bor. Ammo bu tanqidchininki tanqidini kelgan vaqtida boshqalarninki shuning bilan ro'baro yezishib turib tanqidga tanqid yezib ana shaxsiy tegmadir bunday narsani ko'rmadik. Uning ustiga shu o'xshamagan manfaat guruhlari o'tirisiga yoki cho'ng tashkilotlar o'tirisiga to'qinishlar davomida bu biz o'tirg'i chiqib ma'laqi Uyg'urcha desak, qar gap bilan desak, erkakdek maydonga chiqib, mening gapim ma'va qasing chiqsa o'tirg'a deganlar bo'ldi. Az 4-5 yoki 5 yillik bo'ldi. Ammo uning qarshisiga chiqadigan odamlar bo'lmadi. Qarshisiga chiqmaydi, ammo aqisdan gap qilib, o'zining atrofdagilarning ichida o'zining fikrini aqlab, ashada o'zidagi qo'rqinchoqlikni yengandek bir xil, mushundaq bir xam xiyolda o'zini bazlab kelayotgan nurg'unlagan odamlarimiz bor. Eng og'iz bu nimani bordi degan vaqtda Uyg'urlardagi haqiqat tuyg'usini bildirdi. Uyg'urlarda haqiqat tuyg'usi intayin cho'nqur bir shaklda o'rnashmagan. Biz ko'p hollarda imtiyozninki besim ostida imtiyoz nimani haqiqat desa shuni qabul qilib o'tgan. Kichkimizdan ota-onalarimizningki, jamoatimizningki va boshqalarninki nima bo'lsa, mustamlik sharoitimizda mustamlik qiyg'ichiningki degani haqiqat deb bizga o'rgatilgan. Buni biz kamdan kam savollab bakkan. Mush Uyg'urlardagi haqiqat qarshininki intayin burilib ketganligi bizga g'oyat zo'r bir ichinishli bir narsani aytib kelgan. Uyg'urlarning tragediyasini agar men endi hozirgi aqlimda ilgari men psixik jihatdagi qalamqonchilik va psixik jihatdagi masalalardan ko'rsam, hozir nimadan ko'rmayman desa, aqliy tafakkurdagi kamchilik va kasalmandlikdan ko'raman. Bu mening yangi bayqishim. Uyg'urlarningki butkul tarixdagi, bularning yaqin zaman tarixida nurg'unlagan falokatlarimiz va halokatlarimizning tigi bizning aqliy tafakkurimizningki bejirimsizlikdan, bajaraksizlikdan kelib chiqqan. Bu nega bordi degan vaqtida eng og'izda bu aqliy tafakkur bejirim bo'lmagan millatda haqiqatning nima ekanligi har vaqt g'uvo turdi. Xalq uning nima ekanligini bilmaydi. Haqiqatning o'lchimi g'uvo bo'ladi. Shuning bilan chu degan vaqtda kim nima desa bo'laveradigan bir xil qalamqonchilik kelib chiqadi. Amaliyotda Uyg'urlarning hozirgi jamiyatda aqlsizlik ustunligidagi bir xil anarxiya jamiyati desak xatolashmaymiz. Hammadamningki bir gapi bor degisi bor. Hammadam o'zinikini to'g'rilaydiganda bir xil qalamqon bir varangchurunglik odamningki beshini esitadigan, kallasini qaydiradigan bir xil holat shekli bu bor hozir mening ko'nglimda. Endi men yana bir narsaga jiq diqqat qilgan, ammo buning javobini topolmadim hozircha. Uyg'urlardagi ko'p qism o'ttirg'i chiqqan Uyg'urlardagi o'z maftunlikning eg'irligi. Bunun oddiy bir usuli bir liderninki bir nutqini 5 minut anglasanglar, men degan gap 10 necha qatim zikrlab bo'ladi. Ya'ni abay siz degandek, hamma ishi shu qilgandek ko'rindi bizga. Ben bunu bek inchik kuzatdim men. Nurg'unlagan Uyg'urlar. Texnimi qo'rqinishligi, men buni yoshlardan ko'rdim. Boshqalarni yaratmaslik Anadaki melli bolsam deydigan, o'zini projekt qildigan. O'zining rastek. Buningga ya qarshilik yo'q. Abidjarning xam xiyoli, ayliqqa o'ziga mabtulligining kasalmandlik alomatlari o'tirib chiqaverayotgan. U o'zininki nimalarni da'vatganligi va buning qanday ta'sir berayotganligini hech anqargan yo'q. Mushundaq bir xil ahvol. Nima uchun bu Uyg'urlardagi azraqli o'tirib chiqib qolgan odamninki o'zini ayliqqa hammani bilarman, hammani hal qiladigan Uyg'urning qutqazuvchisi yoki bir dadiliq o'rniga chiqishga aldiradiganligini men hozircha aniq topolmadim. Rasm desam.
psixologiyaga murojaat qilib boqdim, falsafaga murojaat qilib boqdim, sotsiologiyaga murojaat qilib boqdim qatorliqlar o'zimni qoliqidek bir narsaga. Bu qo'rqinchli bir hodisa. Anadaki bu nimani keltirib chiqardi degan vaqtda kollektivizmninki barliqqa kelishini kechiktirdi yoki bor bo'lsin vayron qildi. Chunki ayada aning o'zining shaxsiyla kun tartibi bor. U shuni kurash qildi. Şu anda o'zini e'tirof qilmaslikdan qanday hal qilishninki meningki hozircha bir usulim yo'q. Ammo eng muhim bir ish yanalla bizda shu ilmchilikninki, haqchilikninki, aqlchilikninki ustunlik erishtirgan. Buni nima bo'ladi desa ma'rif ketadi. Buningda nima bo'ladi degan vaqtda o'zaro dialog ketadi. Hatto basmadirmi ketadi. Ammo bu basmalar cho'qim o'zaro hurmat asosida qarshi tarafning shaxsiyatiga tegmagan asosda ilib berilishi kerakdi. Ama bunu qandaq app barmiz, nada app barmiz, kim bilan app barmiz. Bularni sizga o'xshash bir programma qilayotganlarninki bu jihatdagi roli intayin muhim. O'xshash fikr qilayotganlar bizga akab qashlar cho'ng zaruriyat yo'q. Ama qarshi fikr qilayotganlarni haqiqatan jamoatning oldida bularning fikrini anglab chiqish kerak. To'g'ri. Ama jamoatimizmi hozir ko'p hollarda bundan narsa anglashdan seskinib ketdi. Şuna ben yanılı bir diyalogla muhimliği işlemgici en ahirinde. Bu muhabbetli ve düşünüşünü barlık keltirişte bunun başka yolu yok. Diyalog. Yana diyalog. Memnun muallim. Hem de hazırkıdak bu milli mevcutluğumuz tehditke uçurgan, erkek kırgınçılıkka uçurap millet üstüde yok buluş aldı turatkan bu mezgilden kurtuluş için hem de birdek mihrimabırlık işide tirişimiz gerekken. Ondan başka siz bu millet üstüde nurgun kesellerimiz var, illetlerimiz var. Bulanı tüzeş için yakın kelgüsüde kayıtedin özümüzdeki devletimizde özümüz veya ki kurulgan vaktideki şu devletindeki bayramımızda vatanimizde en kısa vakit içinde tebrikleş için konkretni nimelerini kılışımız gerek. En ahırda muşakta kısaca tutalsınız. Ondan keyin sual soğanlar var. Ondan cevap verip tüyetken basak. Birisi özümüzdeki qaysi halda ekanligini tanışımız gerek. Şaraitka diagnoz koyuşumuz gerek. Her qanday bir başlanış bu Ankara'dan başlandı. Dünyadaki bir çoğun bir milletten emisde bir zörüriyet duygusu, bir tağırsızlık duygusu yetiliş gerek. Ama hazırlık ahvalımızda milletimizden çeteldeki ahval, vatandakilerinin koyup ben bir kısaca bir misaldan söyleyip öttüm vatandakilerinin ahvalını. Çeteldiklerinin ahvaldan çoğuduğu vaxtıda bunu ben ilgirimi sözlügen az bir kısmımız kiracavatımız. Hatta olan karşılıkımızdan yanmavatımız. Ama bunun bedelimiz cekulatıdı. İşçimizden tatılınıvatımız, işlerimiz ilgiri basmağallıktan köngülümüz intayın yerin buluvatıdı. Onu kıtlep hayatımızdaki türlük igiz peslikle bizni izivatıdı o katarlıkla. Ama şunda olsun mu? Hazırının özde, muşu bir türküm adamla intayın muyum. Ama bu nait az sandık adamla. Köp sandık adamlarımız çoğu diye vaxtıda bu işten asasen köpsün ümidimizni üzüşkü başladık. Bulap mı? Amerika'daki ve Avustralya'daki devletlerde yaşlarınki bu işleri kelmesi ki benim jürükümni bağıran siri açık kılıvatıdı. Mesela Avustralya'da bu kadar biz bir namayış kıldık yakında. 3-4 ay ilgirmeki. 15 edem çıktık. Ben Avustralya'ya bağıran 12 yıl ilgirimi 15 edem çıkan okşaş bir namayışka. Böyle Hüseyin degen adam yok ki aramızda. Vafat olup gitti. Bu korkunçluk bu. Katliam bulmağa vaxtıda 15 edem çıktı. Katliam bolğandan keyin yani 15 edem var. Bu korkunçluk bu. İkincisi şu degan vaxtıda biz hazırki ahvalda biz eğer özümüzdeki hazırki anarxiyalık halatimizga özümüz tedbir tapmasak bunu hiç kim tepmeydi. Amerika'nın tepmeydiganlığı texidimi aniq bo'ladı. Hatta ki bugungi nimada Amerika'nınki xamchotida Sharq Turkistonga berildigan yordamninki qismi chiqarib etilgan. Amerika bu. Yevropa'nın yardımı mı? Asmandaki gazdan şorup soruşu mümkün. Türkiye'ninki menden obdan bilirse. Yardım emas bizga ziyon kechikimiz cho'ng gap Türkiye'den.
Özümüzni özümüz qutqizdigan yerga keldik, qarindoshlar. Boshqa hech kim qutqizolmaydi bizni. Ya özümüzni yeb tugishimiz, ya davlatimizni asli keltirib tugishimiz, ya boshqa bir xil shaklda tugishimiz. Ama hozirgi özümüzni yeyish bu qo'rqinchli. Bir-birimizning go'shini yeyotgandek bo'lyapmiz ba'zilarimiz hozir. Üçüncüsü, mana bu xil shakldagi ma'rif biz uchun intayin muhim. Bu ma'rifning ichidagi eng muhim ma'rifning birisi hozircha psixik ma'rif. Nim demoqchiman degan vaqtda bizda 70 yillik mustamlikadan halqitib bu qatimliq qat'iyatni atkagan g'oyat zo'r psixik ta'sirlar bor. Men shu bir ikki kurs Uyg'ur ayollardan tarkib topgan bir kursda men buni texidimi aniq his qildim. Hammamizning kallasi hal olmayotgan nurg'un masalalar bor ekan. Men o'ylamagan nurg'un masalalar bor ekan. Psixikimizni chinroq tutish, chidamchanlik bilan tutishning o'zi biz uchun g'oyat zo'r bir vazifa ekan hozir. Shuna psixik ma'rif va psixik yordamga tayinish bizningki saqlashimizdagi intayin muhim bir omil. Chunki biz hozir kallamızda saqlanmasak, ya'ni kallamiz oxirgi bizning istiqomimiz bo'lib qoldi-ku. Uni saqlamsak oxirida vayron bo'lamiz. Ondan to'rtinchisi desa, Janubiy Afrika shunday bir bo'lgan. Truth and Reconciliation Committee degan bir bo'lgan. Ya'ni bu irqiy ayrilish siyosatininki necha 100 yillik qurbon bo'lgandan keyin Nelson Mandelaning nimasidan o'zra yarashish, haqiqatda yarashish komiteti bo'lgandek, Uyg'urlarga bir yarashish, o'zra bir-birisiga yarashish. Bir nimasi lozim bo'lgandek his qilyapman. Mana shu yarashish orqali gerçi mening siyosiy qarshimga qatilmasanglar mayli. Men sizlarniki qatilmasligim mumkin. Ammo o'rtaq g'oyamiz bo'yicha mana shu davlatchilikninki prinsiplarininki ichida agar dushmanlar bo'lib oshkorlanib ketgan, dushmanlar bo'lib ketmasak, bir-birimizdan cho'qim do'st bo'lishimiz kerak. Buni Avstraliyada biz qila oldik. Qisqa bo'lsin qila oldik. Teg'li bo'ladi ekan. Men kechirdim va men boshqalarni kechirdim. Cho'ng ish emas ekan asli u. Buni qildik biz. İki gruppaga bölünüp biz Sidneyda qirchab bo'layotgan vaqtimizda jamoatning cho'nglari astag'firulloh deb gunohni o'zimizga qo'yib bir ozroq yarashish yapmadik. Shaklan jihat bo'lsa keldik bir yarashishga. Hozir qanday olib ketdi bilmayman, chunki men Avstraliyada bo'lmagancha bilmayman. Ammo buni qiyg'ili bo'ladi ekan. O'zimizning tajribasidan o'tkazdik. Faqatla o'zingizning cho'ng egoni, manmanchilikni, husumatni bir taraf qo'yib qo'ysam, o'zingni oddiy bir inson o'rniga ekilasan, ya'ni sendan gunoh bo'ladigan, xatoliklar bo'ladigan, ahmoqlik bo'ladigan bir inson qatori ekilasan, yarashish uncha qiyin ish emas. Uning ustiga biz o'zra bir-birimizga yarashmasak, go'shimizni yesak bo'ladi. Bir yo'l qoldi bizga. Ammo odam go'shini yeyish qo'rqinchli bir ish. Bak qo'rqinchli ish bu. Hozirlanganlar bor, bilaman. Ama köp kısmımız huzurlanmayız. Tabiatimizge yat, insanlıkka yat bu. Bolapma bizge okşaş. Veyran bolayotgan bir medke, hak nemi deydi uçakda? Hakamat özümüz mü nemi deymeyiz diye vakta? Bu bala kaza bizge hakken diye kelimiz. Bunu ben Nurga Adem dedim ben bu yapayım. Nurga Adem seskinliklik hazır. Muşu hazırki medeniyet inkılabı saman muşu kuyunda at çaptırıp ketivatkallah Xudunu uqmayotganlik shu tavsiya qilay. Xam xiyolga berilmanglar. Prinsipni desanglar mayli. Ammo butunlay boshdan oxir ishpin tepish, halakchilik bilan bir-biringizga bir dushman tepirish vasvasasida bundoq yurib qolsanglar, ma millatni seskandiribsizlar. Bu millatning ruhi hozir üzülüp azlı qoldik. Ko'p qismimiz azlı qoldik. Vatanni asli keltirish emas, hatta kallamizni asli keltirmasligimiz mumkin. Shunda olmasak. Shunga o'tinidig'inim qarindoshlarimiz, hech qaysimiz ulug' emas. Bir-birimizni kechirolmagan darajada jinoyat o'tkazmadik. Chunki bir-birimizga istilo qilmadik biz. Xitoy qilganini bir-birimiz qilmadik. Ham qilmayli. Xitoyning ko'zi bilan o'zimizga qarab turib dushmanlik qilmayli bir-birimizga. Men o'tinay. Men Uyg'ur xalqidan o'tinayman shuni.
Sen uluk emas. Sen uluk emas, pastga tushish. Bizlar bir septi bu. Gepim tugadi. Rahmat. Endi ben Timolim bu naq maydondan ko'rguvchi qarindoshlarimiz bir qism savollarni so'rabdi. Salahiddin Qashqarli degan qarindishimiz Ben debdiki. bir narsani so'rayapman. Men qancha vaqtim bo'ldi men bu savolni so'rashga vaqt imkoniyatdan 5 minut ichida xulosalab savollarni qilsak, hech bo'lmasa 10 minut deylik, 12 tugasak bo'ldi. Savollar jiq emas ekan. Ba'zilar o'zining ko'z qarashini o'tirib qo'yibdi, ammo savol-savollar uncha ko'p emas ekan. Men Salahiddin Qashqarli degan qarindishimiz debdiki, endi davlatchilik ideyasidan azroq tushuntirib o'tdingiz. Biz davlatchilik ideyasini qandaq yetildiramiz, yoshlarni bu jihatda qandaq tarbiyalash kerak deb savolni o'tirib qo'yibdi. Bu vaqtda qisqacha bir ko'z qarashingizni o'tirib qo'ygan bo'lsangiz. Davlatchilik ideyasi menimcha yamanca ta'sis emas. Chet elda yaşayotgan her bir Uygur öz yaşayotgan davlatninki davlatchiligiga qarasa bo'ladi. Bir davlatninki qandaq funksiya olib boradiganligiga qarasak bo'ladi. Bu bir. İkincisi bizning o'zimizning davlatchilik tushunchalarimiz bo'lishi kerak. Buni amalga oshirishning yo'llari bo'lishi kerak. Buni texi biz hozircha bir o'yab chiqaramiz. Uyg'urning davlatchiligi nima bo'lishi kerak? Uning yetishdagi yo'llari nima? Bu yana shu bizdek ziyolilarninki, siyosiylarninki ve başka kişilik hukuk, başka şekildeki aktivistlarninki zimmimizdeki bir tarz. Bunu kılışımız gerek. Üçüncüsü yaşlarımı özlükeden izinip özra birbirini terbiyelişi. Mesela yaşlarını bu kadar düşüncesi bizdekinden yaxşı ılgar buluş gerek. Kılalışımız gerek. Bu bir çoğun bir kolektif bir vazifege, bizim zimmimizdeki bir tarihi bir vazifege aylanması bulmaydı. Bek geçip gitti. Muşunda kılış gerek. Rahmet. Ondan keyin hozir bir qism qarindoshlar dunyoning hamma yerda namoyish qilib, mayli shaxsiy o'z yolg'iz chiqsin, mayli kollektiv holda chiqsin, bir qarshilik kuchini ifodalab beradi. Ammo yana nurg'un qarindoshlar buni ko'rib turibmi, bunga ko'ngil bilmaydi masalan. Biz millat sifatida Xitoyga umumyuzlik qarshi turish irodamizni qanday yetildira olamiz? Nima uchun intayin az bir qism insonlar davomli bedel to'laydi, qolganlar nima uchun qarab turdi? Bu vaqtda bir savol bor ekan. Shuni bir ko'z qarashingizni. Shaxsiyatchilik, qo'rqinchoqlik, nomussizlik. Bundan boshqa bir so'z topolmayman bunga. Ya'ni shuni ochiq bir haqiqat sifatida qabul qilishimiz kerakki, biz nurg'un Uyg'urlarni allabirun yo'qotib qo'ygan. Ular Xitoyninki asoratini emas yoki besilinish emas, hatto Xitoyning o'ziga qildigan har qanday zo'rlik zo'ravonliklarni qabul qilib bo'lgan. Yoki teg'dimi set ketmasam Xitoyning quchqida o'tirib bo'lgan. Ular kelmaydi. Ular kelmaydi. Endi mushunda qirg'inchilik vaqtida g'azab nafrati urug'ilmagan ham o'zininki bir davlatininki bo'lishini masalan davlatimi turib tursin. Xitoyga qarshi bir ikki qiz ovozini chiqarmagan odamninki ichida qanchalik darajada zulmga uchrayotganini qiyos qilish mumkin emas. Ehtimol yurak yig'ilish mumkin ba'zilarninki. Lekin yurak yig'ilishlarla ish bitmaydi. Bu cho'qim harakatga aylanish kerak. Harakat bizga ma'lum bir natija emas, balki bizningki o'zimizni qadrlash tuyg'umizni asli keltirdi. Bizni o'zimizga yüz keltira oladi, yarashtira oladi bizni. Bu jihatdan muhim. Bo'lmasa shu degan vaqtda Xitoyninki shu zulmini ninki qurbon sifatida qalbimizda ezilib yashayveramiz. O'likimizdan tirikimizdan farq bo'lmaydi. G'urursizlik bu qadar bo'lmas. Bizning beshimiz kelayotgan kunda g'ururi o'yg'onmaganlarga amal yo'q. Rasmsam amal yo'q. Men yomon chiroyli gapni qilgin ba, yomon go'zal tushlarni ko'rgin ba bu vaqtda ama amal yo'q. Psixiyat vayron bo'lganlar yoki shaxsiyatchilikni o'zini bir tarafga olib bo'lganlar bular. Buningda bizning abay degandek anarxiylik o'zra talash tortishimiz intayin yana bir jihatdan muhim rol o'ynaydi. Hamda Uyg'urlarda bir gap bor, o'sroqqa arpa uni bana bo'pti degandek, ularning bu ishga kelmasligimi? Mushlarni nima qilish mumkin? Masalan, siz dediki, yoshlar menga dedi nechisi. Sizlar cho'nglar petishmaganligingiz uchun biz bu ishga kelmaydigan bo'ldik dedi.
Ben dedim ularga to'g'ri bizde günah bor, çoğlarda. Ama vataningning oldiga bormasliging bilan bizning bilan emas, bizga qaramaysan uningga. O'zining vijdoniga qaraysan. Deyildi faqatla. Shu ularga shu gapni deyman. O mening ishim emas, sizning ishing, yana bizning ish emas, balki hammamizning ishi bu. Baş vatanda ezilayotgan bugünü yaşsa ertesinde yaşayalaydiganlığı ko'zi yetmayotgan ham inson qalbidan chiqqan zo'rliq uchrayotgan aşı qarindoshlarimizningki umidi mana bu. Agar bunga misal qarayolsa, buni ko'mak sala olsang, meni sening insonlikningki qaysi kategoriya sala olishiga mening aqlim yetmaydi. Mening gapim shu. Amal yo'q bunga. Rahmat Mamti muallim. Qadrlik ko'rmanlar, aziz Sharif Tursunli qarindoshlar. Bugün Doktor Mamtimin Ela efendi bilan aytdi, unumlik ve foydali bir suhbat bo'ldi. Bu tür suhbatlarimizni davomli bundan keyin olib boramiz. Fikri o'xshamagan kasblarda izlanayotgan ve faqat millat uchun xizmat qilayotgan, milliy manfaatni o'zining manfaatidan ustun qo'ygan bütün ziyolilar, bütün Uyg'urlar bizning do'stimiz, milliy fikri ixtilofi qanday bo'lishidan qat'iy nazar Uyghur Akademisi bu tür qarindoshlarımızga her zaman sahne bo'ladi. Bundan keyin buni davomlashtiramiz. Ahirda şu aldığımızda kelish aldı turayotgan 12 noyabr Sharq Turkiston Cumhuriyet günümüzde içimizde hem teşimizde nayet coşkun bir şekilde ifadelaşimizni ve yaxshi o'tkazishimizni umid qilamiz. Ahirda Abdulla Ayub efendim bir sualını oturup koyuptu. Bunu ben kömeye kaptım. Dava sepida Uyg'urlarni yarashtirishda sizning qanday rolunuz bor? Biz qanday qilishimiz kerak deb savol so'rabdi. Mamti muallim. Bu vaqtda bir Abduvalining savoli o'ziga qo'yilgan savol ekan bu. Shu men yarashtirish kerak, Uyg'urlar yarashishimiz kerak. Mayli men u usti birlik uni turib tursin hozircha. Uni agar uni qila olsak keyin qilib, ammo yarashtirish intayin muhim hozir. Bir millat yarashish kerak o'zi bilan. O'zi bilan yarashamagan millatninki o'zi qabul qilinmagan bir millatninki hech ish ilgari bosmaydi. Millatni bir badanga o'xshatsak, agar mening kallam bilan mening putum yarashmasa, beshim qayga putum tayga yega manadigan bo'laman. Hozir ahvolimiz mana shu. Men Abduvali Ayub ve başka barlık ziyalilarga ve başka jutning çoğlarga şu narsani bir xil günah tuyg'usida deyman. Yani biz yarashmasak bo'lmaydi. Yoki hech bo'lmasa yarasha oladiganlar yarashmasak bo'lmaydi. Anamizni o'ltirib etgandek qon qazimiz yo'q. Hech qasimizdan bir bilsimizda. Qon qazimiz bir Xitoy ve Xitoy hakimiyeti dili bor. Rahmat. Biz muhabbatga muhtoj qarindoshlar. Yana dey. Bu yomon oddiy gaplar bu, muhabbatga muhtoj. Chunki biz muhabbat ko'rmagachga muhabbatga muhtojligimizni bilmayapmiz hozir. Bizning ko'rganimiz nima? Kamsitish, urush, o'ldirilish, turmalarga solinish, jasuslik qilinish. Bu shunday olib kelgandik. Ammo bu hozir o'xshamaymiz. Biz muhabbatga muhtoj. Bilinmasak o'rganaylik. Soraylı, muhabbet hakkında okuyla. Yetildireyli kalbimizde. Araştırış ahırda ihtimal. Ben de bunu yapınızı bildim. Çünkü benim sual mühim boğalık için yana küçük vaktini uzatışını kıldım. Bu bir muasseseye muhtaç. Ben de koygan bilen, ya ki Abdullah Ayub de koygan bilen, ya ki ikimiz yazıp koygan bilen tutmaydı bu iş. Bunu şuna abay davattan cütçonları ve özünü şu qaysi xil jamiyatga yoki tashkilotga boshlab qaraydiganlarning hammamizning oldidagi bir cho'ng bir vazifa. Hech bo'lmasa, cho'ngish qilolmasakmi, bir yakkilanmasakmi, bir shirada o'tirib yuzimizga qaraya oladigan, assalomu alaykumni qabul qil deya oladigan ham qabul qiladigan bir sharoit yaratmasak bo'lmaydi. Qag'ini asosda bo'ladi. Men shunchaki aytmoqchiman hozircha. Rahmat. Yana bir qarindoshimizdan savoli kelib qopti. Oxirida shu savolga javob berib, undan keyin tugutaylik. Abdurahim G'ani Uyg'ur qarindoshimiz savol so'rabdi. Debdiki, dalil isbot bilan tanqidiy nuqtadan chiqish qilib, tanqidiy fikrlarni o'tirib qo'yib, buning munosabatli shaxs va tashkilotlardan javob berishga talab qilsa, fitnaning chiqishiga sababchi bo'lgan temini
yazgıcı Xitayga qarşı yaz degandek qarshilik fikir o'tirib qo'yilyotidi. Bu tanqidiy fikrlarninki chiqishimi bek qarshi iqimlik odamlar o'tirib chiqmoqda. Doktor Mamtin efendim bununla qanday qaraydi? Uyg'urlarda bu qasam qilinadi. Fitna qilishdan tanqid qilish o'tirishga farq bek mujbal qilinib bordi. Tanqid bo'ladi. Aqlning bir yo'li bor. Dunyodagi hamma yerda o'xshash bir qonuniyat bor. Ya'ni logikasi bor. Bu mening aqlim emas, butun insoniyatning aqli bu. O'xshash. O aql nima talab qiladi degan vaqtda bir mantiqiy fikr qilishni va isbotni talab qiladi. Agar Abdurahim G'ani qarindishimizdek birisi o'ttirg'i chiqib 70 yil burungi bir hujjatning davosini qilgan bo'lsa, bu hujjatni ayni vaqtda biladiganlar va uni adresi ko'rsatganlar cho'qim javob berish kerak. Pok talab qilmaydi. Bu fitna emas. Fitnasan da'va. Chunki bu bizning millatningki, bu Abdurahim G'anining davlatining emas. Mening davlatimning, sizning davlatingizningki, mening hozir qirilayotgan shu xalqimning davlatiningki hujjati. Bunga javob berishing kerak. Mitne degan gap yo'q bu yerda. Javob bermaydigan sen üstüzlük adam emas. Sen bizga yetakchi qilolmaysan, mushunchak bir narsaga javob berolmasan, men texmi tonimayman sen meni yetakchim bo'lmaysan. Pastga tushish. Men bilan bir sapti bu. Ondan so'zlashlar. Shuning uchun nayt oddiy. Agar mening bu Abdurahim G'ani inim uqtadi bu bir suhbatdan bo'ldiganlikqa. Bu suhbatdan utuqliq bo'lishiga tilakdoshlik bildiraman. Bu suhbat intan muhim bizning tariximizda. Nemishqa degan vaqtda Abdurahim G'anininki butun millatimizning nomidan so'rayotgan shu savoliga aqldan so'ragan savolga aqldan javob bera olsa, boshqa dardimiz yo'q. Hech qasimizning dardi yo'q. Tillash yoki boshqa shakldagi sesitishning hech qasam hojat yo'q. Ham bo'lmasligi kerak. Ammo uningga javob berilish qoyil qilarlik bo'lmay qolib qolsa, bu tanqid davomlashadi. Chunki bu hujjatning muhimligini hammamiz bilamiz. Mashunchak ish. Agar Abdurahim G'ani ko'zini yumib yoki yo'tisiga urib bir narsani o'ydirib chiqargan bo'lsa, bu fitna bo'ladi. Ammo o'zingning sahnaga chiqolmaganliging, aqliy savolga aqldan javob berolmaganligingdagi ojizligingni, qo'rqinchliligingni fitna qildi deyishda yapolmaysan. To'g'ri. Aqldan javob berish aqlonlikdir. Eng aqlli savat bu. Dunyoning hamyerdagi aqlli savat bu. Ammo buni sen propoz qilish bilan, qo'rqitish bilan jasus chiqarsa yo'qolmaysan. Ammo o'zingni texim yo'q deb qo'ysan, men qilgan bo'lsam. Shunga men oxirida bu suhbatninki tariximizdagi intayin muhim bir suhbat bo'lishiga tilakdoshlik bildiraman. Ham mushin qatnashganlarninki sovuqqon bo'lishini aqliy yo'l bilan bu masalani muzokara qilishni talab qilaman, ya umid qilaman. Rahmat. Men bu Abdurahim G'ani qarindishimizningki psixik jihatdan biraz o'zini teximi biraz nim qilishini, rahatlashini, ba'zi masalalarni sovuqqonliklarni o'yinib ish qilishini umid qilaman. Chunki masala, miyadagi masalani hal qilish. Masalaning ichida masala paydo qilish emas. Agar biz masalaning ichida masala paydo qilaversak, bu chog'da millat uchun foydamiz emas, aksicha ziynimiz bo'ladigan ish bo'lib qoladi. Shunga Abdurahim G'ani qarindishimizniki va shunga o'xshash boshqa qarindishimizniki amal va masalani haqqoniyat tarafida turib, yaxshi bir şekilde hal qilishning bir yo'lini tepib chiqishimiz kerak. Bunun boshqa yo'limiz yo'q. Bo'lmasa agar biz Xitoy haqdan bir taraf qilib qolib, bir-birimizni shu ishda mushukdek pichoqlab o'ltirishga, masalan, binas qilishga to'g'ri kelib qolgan bu vaqtda foydani Xitoy oldi deb o'ylayman. Shunga ijtimoiy tarafda tabiiyki tepkimizni ilmiy vizyonda chiroyli o'tirib kerak, ammo ba'zi o'lchamdan, ba'zi siziqdan eshib kelsak, u chog'da bu ish masalalar bo'lish emas, o'zaro jangda urushga aylanib ketib, dushman ayada bizningki urushlarimizni ko'rib, xushal bo'lib, bizim davoyimiz, milliy ko'rishimiz bilan qilib qilib, o'zaro ishki jidal besib ketgan ahvol. Men shaxsan ko'ryapman sirtdan kuzatish uslubim bilan. Shun ba'zi uslubimizga diqqat qilishimiz menimcha muhim. Rahmat qarindoshlar, oxirida deb o'tganimdek, shu oldimizda kelgan 12 noyabrni butun dunyodagi muhojiratdagi Uyg'urlarningki nihoyat jo'shquluq, nihoyat o'zimizga xos milliy bir uslubda tabriklashimizni, davlatchilik ideyasini bayon Mamtin muallim degandek o'zimiz turayotgan davlatlarning yaxshi o'rganishimizga va shundan birga
kelgüsü evlatlarımızga öktüş için tırçalık gösterişimiz bek mühim. Bu vaqtda da bütün muhaciratli qarindoshlarımızga samimiy tilkimiz birlikte tirishayli, birlikte Xitoy tajovuzchilarini vatandan qovlab chiqarish uchun birlikte kuchayli. Buni bir boshqa yo'l yo'q deb o'ylayman. Oxirida suhbatimizni ko'rgan bütün qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmatimizni aytamiz. Oxirgi keyingi programda ko'rishish tilki bilan xo'sh qilinglar hammanglarga. Allah salomatlik bersin. Allohga omonat. Sizga rahmat, Mamtun muallim. Salomat bo'ling.